esi koyma saatning ikki yenig'ichu. Buni qilib qo'ysam, bek güzel chiqdi ekan. Qarang, 5 set yaxshi qilgan buni mavu pardamning o'tirib ostini. Mavu ishxonamning ishki tomga esi qo'ygunim. Nice. Yaxshısınızmı? Bu inanma ülkemde kondarak bir neredesiniz de çırak asılıyor edip zaten lan. Hatta konu. O'tgani bu do'ppini elib, men ma do'ppini bunda parda qo'y ishxonamda. Uyda bo'lsin-mi, yoki ishxonada bo'lsin, pardaning o'tirib es qo'ysam, ishxonamni haqladigan shunda danglab ketdi, qarang. Voy, nereden aldingiz bu pardani, bu do'ppini nimanda chiroyli, qarang, mana bu pardamning o'tirib ostini. Mavu ishxonamning ishki tomga es qo'ygunim. Endi mani uyumninki haligi sapaning orqasida bir ta soat bor. Soatga buni ham es qo'yma soatning ishki yenig'ichu. Buni qilib qo'ysam, bek güzel chiqdi ekan. Qarang, 5 set yaxshi ko'rdim. Sizga aytmasam ham ajoyib chiroq asına ko'rishlar. Endi ma'lumotni bir xilchu millichi bo'lganki, ishxonamning haligi nimaning tepsiga ham qo'yib qo'ysa, jo'zning tepsiga bek o'zgacha, bek millichi, bek payz chiqdi ekan. Ma'lum o'tgan dedingizmi? O'zimizning chiroqlar asına rasmiyasiga gangoq turib degan. Ras gangodan eshik ketdik, pardachilar telefon qilibdi, menga bir pardachi qilimiz bordi. Moshu nagassiz buni men qanday esishni uqmaychu. Buni bunda asilkamiz qarang, bir majan bor, majan. Majan o'tkazib qilib inishga, majanni tepsi ilmakka buni olib ilib qo'ysak, majan bilan sanglab kelib o'tirib bek güzel chiqdi ekan. Shundan pardachi do'stimga men ispagan bo'lsangiz, majan qilib deb boshlar desam, "Voy, nimanda güzel, men jiq alay. Necha yuz, necha ming tal alay, mushu yangi uslub bo'ldi ekan. Hali parda tikkan, bizning parda tik o'tganlarga uyiga esib biray o'tirib esib qo'yib bek güzel chiqdi ekan deb pardachi shu vishinni qoldirdim, meni bir do'ppalay degandim, desam, "Shu qaytolmadingiz. Shu ata-aytdan, men Aqsudan shu şey kelib, shu do'ppingizdan aql keldim." O'tgan deganingiz ham bekchiroq asına mo'd qilib beraman uchun yo'l debdan so'cha. Yana shu izak kepsiz qilib, konuşmuş deb qolsa, qatishdan ushlab beraydi. Ma'qul. Konuşib qo'yasiz. Chiqadim, nagisi bilpololmay ketsa, bu qanaqa asın. Pardani o'tirg'atsin bo'ldi ekan, ishxonaning tomlariga assin bo'ldi ekan, meni ishxonaning jo'si qo'yib qo'ysin bo'ldi ekan. Andan keyin meni uydagi sapa bor, sapaning orqasida mana 3 ta jihozlar bor qo'yadigan soat va soatning ishki bekini qilam esib qo'ysa, bek güzel chiqdi ekan. Shunday yaxshi ko'rdim. Siz aytib tashviq qilib dedi, namliqni qildim. Ma'qul. Shunda chiroqsiz. Ama ba'zanlar mashinasi ham Azam birim azam. Azam ben azam birime tanıdım, azam birime. Ha, ma'qul. Lokal qo'ygan azam birime ota izlab keldim. Ma'qul, rahmat. Bek güzel kesh qilib, bek yaxshi ko'rdim.